Elektr ta'minotidagi to'satdan uzilishlar nafaqat ish jarayonini to'xtatadi, balki qimmatbaho uskunalar va muhim ma'lumotlarga jiddiy zarar yetkazib, katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bugun biz aynan shunday muammolarni hal qiluvchi professional yechim PixiTech'ning UPS'ini ko'rib chiqamiz. Bu 30 kW quvvatga ega onlayn double conversion texnologiyasida ishlaydigan kuchli UPS. Bu qurilma elektr tarmog'idagi har qanday tebranish va nuqsonlarni to'liq filtrlaydi. Natijada qimmatbaho uskunalaringizga faqat barqaror va xavfsiz tok yetib boradi. Bu ayniqsa yuqori aniqlikdagi tibbiyot uskunalari, serverlar, telekommunikatsiya va sanoat jihozlari uchun juda muhim. Qurilmaning dizayni juda moslashuvchan va aqlli. Joyingizga qarab, uni standart 19 dyuymli server shkafiga rack mount yoki shunchaki polga tik holatda tower o'rnatishingiz mumkin. Hatto LCD display ham o'rnatish holatiga qarab buriladi. Bu esa boshqaruvni har doim qulay qiladi. Texnik jihatdan bu UPS bozoridagi eng ilg'or yechimlardan biri. Uning kirish kuchlanish diapazoni juda keng, 304 dan 478 voltgacha. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, tarmoqdagi kuchlanish o'ynab turganda ham UPS batareya quvvatiga o'tmasdan barqaror ishlashda davom etadi. Natijada akkumulyatoringiz kamroq ishlatiladi va ularning xizmat muddati sezilarli darajada uzayadi. Yana bir ustunligi chiqish quvvat koeffitsiyenti 1 ga teng. Bu qurilmaning maksimal samaradorlik bilan ishlashini ta'minlaydi. Agar biznesingiz kengaysa, quvvat yetmay qolishidan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Chunki bu UPSlarning 4 tasini parallel ulash yoki 3+1 sxemasida zaxiralash imkoniyati mavjud. Qurilma to'liq raqamli boshqaruv DSP asosida ishlaydi. Aqlli sovutish tizimi yuklamalarga qarab ventilyator tezligini o'zi boshqaradi. Bu esa shovqinni kamaytiradi va energiyani tejaydi. Favqulodda vaziyatlar uchun esa Apple porti orqali tizimni bir zumda o'chirish mumkin. Masofadan boshqarish uchun RS232, USB va SNMP kartalari ham ko'zda tutilgan. Bunday jiddiy tizimlar professional tanlov va to'g'ri o'rnatishni talab qiladi. Bizning kuchli mutaxassislar jamoamiz esa bu masalada sizga to'liq yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, PixiTech'ning 30 kW UPS'i bu shunchaki bespereboynik emas, bu yuqori barqarorlik, ma'lumotlar xavfsizligi va biznesingiz uzluksizligi kafolatidir. Qimmatbaho texnikalaringizni xavf ostiga qo'ymang, ishonchli himoyani tanlang. UPS haqida to'liq ma'lumot olish uchun hoziroq ushbu raqamga murojaat qiling.